endi. Iyi, qizim. Assalomu alaykum. Nima bo'lgan onam? Operatsiya bo'ldim grishaga. Hop. Endi og'riyapti. Alloh hammalarga shifo bersin. Og'riq bormi qizim? Bismillah. Qancha bo'ldi operatsiya bo'lganingizga? 1,5 oy bo'ldi. Narigi tomon. Oyoq chap oyog'im bilan og'riyapti. Hozir bormi og'riq? Sal bor. Egalashdingizmi? Ha, tashdim. Bismillah. Qayerdan keldi singlim? Qo'qon bo'yda. O'zimizdan. Endichi. Ha? O'g'lim yordam berdi. Kel. Qo'rqma qizim. Qo'rqma. Ha? Sal yengillashyaptimi? To'rasan endi. Bismillah. Doktorlar nimadimi? Operatsiyadan yaxshi chiqdim. Ha. Umurtqalar tozaladi. Ha. Belda ozgina o'sha shabadalash bor operatsiyani hisobiga. Ha. Nimaga oxirigacha qarama doktorning? Doktorlar kecha kunda ham 10 kun lecheniya olib keldim, lekin ukol doridan juda zerikdim. 1,5 oy, 2 oydan beri faqat ukol. Tur. Bismillahirrohmanirrohim. Yo bismillahirrohmanirrohim. Tur Allohdir. Allohim, Qanday bo'lding hozir? ancha yaxshi. Ancha yaxshi. Shifo. O'g'lim kanarim topdi. Yo, endi yur. Allohni bos. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim, qo'lim. Qo'yver. Allohim. Ha, onam. Ha? Ketdi. Ha,